Mana hozir bodringlarimizni bachkilarini, bunday shoxchalarini olish ishlari davom etyapti. Xo'sh, hozir mana bu bodringlar gullab qolgan. Mana bachkilarni olib tashlayapmiz. Keyin mana bunday hosillarni ham bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshinchisigacha hosilini ham olib tashlayapmiz. Endi ayrimlar 10 ta, 15 tagacha olib tashlashlikni tavsiya qilishadi, chunki hali ko'chatimiz mayda. Shuning uchun iloji boricha ko'proq hosilni olib tashlasa, tomirlari kattarib, bir sifatli bo'lib kattaradi va keyingi hosillarini yaxshiroq kattartirish maqsadida mana shu ishlar olib boriladi. Hozir mana shu holatda gullab qolgan. Har kuni tagidan oz-ozdan suv quyib borilyapti. Har kuni bir 2 tonna ertalab suv quyiladi. Tagidagi namlik yaxshi bo'lib turish maqsadida shunday qilinyapti. Yana endi biz oldin bodring ekib ko'rmaganmiz. Birinchi mana shu issiqxonaga birinchi marta ekishimiz. Bodringni ham sal kechroq ekdik. Pomidorlar bor edi. Pomidorni o'rnini bo'shatib, tozalab ekish ishlari amalga oshirilgan. Shuning uchun sal kechikkan. Ertachiroq ekkanimizda hozir tayyor ham bo'lib sotuvga chiqqan bo'lardi. Mana shu holatda bodringlar. Mana o'z fikringizni bildiring bodringning holatlari bo'yicha. Tushunganlar, tushunmaganlar yoqqan bo'lsa like, kommentariya bildirib qo'yishni unutmang. Bodringlarimizning holati hozircha mana shu holatda. Bu 20 kundan endi oshdi ekilganiga. Xudo xolasa 30 kundan oshib, 30 kun bo'lgandan keyin o'zi hosillari yetilib tayyor bo'lib qoladi. Bizni kanalimizni kuzatib boring. Qiziqroq videolar hali oldinda. Tashqarida kartoshkalarimiz, narigi parnikda bodring, pomidorlarimiz bor. Shulardan ham har kuni videolar qilib joylab boramiz. Obuna bo'lishni unutmang.